Umr insoniyatga berilgan eng bebaho ne'matdir. Xo'sh, insonga umr o'zi nima uchun beriladi? Inson bu hayotda qanday ishlarni amalga oshirishi kerak? Inson umri cheklangan. U ma'lum yillar, ma'lum oylar, kunlar, soatlar, daqiqalar, boringki ma'lum lahzalardan iborat. Dunyoning hamma ishlariga bemalol ulguradigandek yuraveramiz. Alisher Navoiy bobomiz iborasi bilan aytganda, umr gulshanining bahori va hayot shabistonining nahori. Kechirayotgan yoshlik yillari, zavq shavqlari favorasi jo'shqinligidan kishi umr bahori va uning munavvar tongi juda tez o'tib ketganini payqamay ham qolamiz. Insonning yaratilishi, hayot kechirishi va oxir oqibat dorul fanodan dorul baqoga rihlat qilishi Alloh tomonidan joriy qilib qo'yilgan o'zgarmas qonundir. Inson xasta bo'lgan chog'ida malham davo bo'ladi. Shunday dorilar bo'ladiki, uni dorixonalardan topolmaysiz. U beg'ubor insonlar qalbida bo'ladi. Beg'ubor qalb sohibi, diltortar suhbatdosh, o'zining sohir ovozi bilan muxlislar qalbidan joy olgan inson, yuqori madaniyat egasi, o'z kasbining ustasi, yaxshi do'st va asl ustoz. O'zbekiston Respublikasi Kompozitorlar uyushmasi a'zosi, To'ron akademiyasi akademigi ilmiy unvoni sohibi, Samarqand davlat universiteti dotsenti, san'atshunoslik fakulteti dekani, minglab shogirdlarning munosib ustozi, ustoz san'atkor Javodbek Kozimov. Javodbek Kozimovning yorqin xotirasi uning do'stlari, yaqinlari, shogirdlari va muxlislari qalblarida yashamoqda. Afsuski, bevaqt o'lim bu yaxshi insonni oramizdan olib ketdi. Samarqand qadimgi madaniyat, san'at arboblari, dunyoga taniqli yirik allomalar yurti. Bu tavarruk zaminda elga xizmat qilgan juda ko'p ajoyib insonlar o'tgan. Birov katta xizmat qilgan, birov kichikroq xizmat qilgan. Har holda bu podsholar yurti bo'lmish ulkan zaminda keyingi mana hozirgi istiqlol davrida, O'zbekistonning yangi tarixi davrida ham o'zining hissasini qo'shib kelayotgan yurtdoshlarimiz bor. Shular qatoriga men shubhasiz san'atkor, bastakor, muallim, pedagog Javodbek Kozimovni kiritardim. Mana yaqinda rahmatli bo'lib ketdilar. Javodbek Kozimovni Samarqand san'atkorlik maktabida, Samarqand ziyolilar maskanidagi xizmatlari juda katta. U kishi mana bizda Samarqand davlat universitetida keyingi davrlarda san'atshunoslik fakultetining dekani vazifasida ishladilar. Biroz toblari yo'q edi. Shunga qaramasdan atroflarida doim u kishi juda ko'plab shogirdlari bo'lardilar. Elda ichida, jamoani ichida, xalqning ichida u kishini unvoni bor san'atkor, unvoni bor bastakor, unvoni bor pedagog sifatida qabul qilardilar. Samarqand davlat universitetining dotsenti, dekani bo'lmish Javodbekni ko'p ashulalarini, ballarini aytib yuribdi. Mana Samarqand universitetini madhiyasini
u kishi yaratdilar. U kishidan keyin bizlarga juda bir chiroyli, katta qobiliyatga ega bo'lgan xor qoldi. Ko'plab she'rlari, ashulalari, kuylari qoldi. U kishi to'g'risida xotira qoldi, men o'ylayman. Ishonchim komil, mana hozir u kishi qoldirgan, u kishi muayyan darajada asos solgan fakultetimiz gullaydi, yashnaydi, u kishini an'analarini davom ettiradi va Javotbek haqidagi bizni fikrimiz, xotiramiz abadiy saqlanadi. Yaxshi inson edilar. Xudo rahmat qilsin. Javotbek ajoyib insondilar. Shunaqangi bag'ri keng, oddiy, kamtarin, insonparvar odam edilar. Javotbekni to'g'risida gapiradigan bo'lsa juda ko'p. Javotbek bilan endi mana 40 yildan beri biz aka-uka ustoz shogirdimiz. Javotbekni 79-yil, 80-yil o'sha Samarqand davlat pedagogika institutiga, muzika va ashula fakultetiga kirgandan beri biz o'sha vaqtda ansamblimiz juda rivojlangan edi. Guldasta ansambli, Samarqand davlat pedagogika instituti Guldasta ansambli men rahbarlik qilar edim. Birinchi kurslar kirgandan keyin talabalarni saralab olar edik. Shu Javotbek o'sha hamkurslarni ichida boshqacha bir qobiliyatli, boshqacha tanasi. Javotbek dutor basini juda yaxshi chalar edi. Musiqa bilim yurtini bitirib kelgandan beri o'sha yerda ansamblga Javotbekni oldik. O'sha olganimizdan keyin mana 40 yil birga yurdik. Alloh rahmat qilsin jo'rajonini. Mana shu Javotbek Kozimov bilan 45 yillik jo'ramiz. Ana shu yaqinda mana shu 30-oktyabrda u kishi agar hayot bo'lganlarida hozir 60 yoshda qarshi olgan bo'lardilar. Javotbek jo'ram bilan birinchi uchrashganim hech esimdan chiqmaydi. O'sha 75-yillari mendan oldin dokument olib kelaman deb, shu san'at kollejiga hujjatini topshiraman deb kelib, to prokuraturaning yonigacha kelib, shuni orqasida edi san'at kolleji. Shu yerda topolmay qaytib ketgan. Shu yerda keyin ikkinchi kun kelayotganda, ikkinchi marta topshirish kelayotganda shu uchrashib qoldik-da. Mendan so'rab, "Kechirasiz, jo'rajon" dedi, "Mana shu san'at kollejida mana shu o'tsa bo'ladimi?" Men aytib ketdik, mana o'sha yerga boryapman. Mana shu yerdan boshlandi birinchi qadam do'stligimiz, o'z jo'rachiligimiz. Javotbek bilan birinchi marta uchrashishimiz mana shu pedinus bor edi. Shunda meni 80-yilda ishga nima qilishdi. Men o'zim teatrda ishlaganman, opera balet teatrida. Javotbek bilan shu yerda uchrashdim, pedinusda. O'qishni tugatgandan keyin o'zimizda o'qituvchi bo'lib qoldilar. Shuncha yonma-yon birga ishladik. Oldin o'qituvchi, keyinchalik kafedra mudiri, undan keyin dekan o'rinbosari. O'sha Guldasta ansamblida meni ishlarimni davom etadigan o'sha Javotbek. Men aytdimki, Javotbek endi shu Guldasta ansamblini siz boshqarasiz. Javotbek boshqarib respublika ko'rim tanlovlarida hamma vaqt birinchi o'rinni olib kelar edi. Men faxrlanaman shunaqa jo'ram borligidan. Men shu yuragimni yarmisini olib ketdi. Hozir agar gapirish juda ham qiyin bo'lyapti endi. Mana shu fakultetimizga qilgan ishlari ham beqiyos. Umuman xor san'atini O'zbekistonda yuqori darajagacha ko'tardi. Bitta tushaydigan qo'shiq, muhabbat degan qo'shiqlari. Ana shu qo'shiq mana Qo'qon, o'zim Qo'qonliman, Qo'qonga borsam odamlar so'raydi, muhabbatni kim aytgan? Men aytaman, birga ishlaymiz, Javotbek Kozimov degan. Ana shunaqangi chiroyli, o'z yozilishi ham ajoyib yozilganda nimani. Bir sostavda 35 yil birga yurdik. Bitta nonni, bir tikan nonni eskicha qilib aytganda bo'lib yeganmiz. Mana shu O'zbekiston teleradiosida 25 dan ortiq 30 ga yaqin kuy qo'shiqlari bo'lsa, shuni hammasini ijro etganman, cholganman, birga borib, birga xalq kamdan kam o'qituvchilarga nasib qilinadigan mehnat, haqiqiy mehnatini evaziga oldi.
Javoblarlik ko'p hislatlarni aytdik. Endi Javobbek to'g'risida juda ko'p gapirish mumkin. Endi qisqa vaqt bo'lsa ham ko'p ishlar qildi. Javobbekni umrini endi farzandlarga, nevarlarga bersin. Javobbek hamma vaqt tirik, bizlarni qalbimizda, bizlarni yonimizda. Uni qilgan ishlari, asarlari, qo'shiqlari mana radio televideniyada yangrab yuribdi. Joylari jannat bo'lsin. Men yana bir bor aytaman, Javodbek timsolida komil insonni, madaniyatli insonni, qadriyatlarni qadrlaydigan insonni, insonlarga mehrini yashirmaydigan bir tarbiyali insonni bilaman. Shunday ekan men to oxirgi damlarimgacha Javodbekni unutmayman. U doim meni qalbimda. Xullas, ajoyib insondir Javobbek. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Joylarini jannatdan aylagan bo'lsin. Ilohim Allohim rahmatiga olgan bo'lsin. Men bir umr esimdan chiqaraman, yuragimni, qalbimni to'rda turadi. Tushunmalarni musiqani chalib berganda, haligi tanlovda bo'lgan ustozlari buni hech qanaqa sinovsiz musiqa maktabiga qabul qilindi deb aytganlari. Shundan keyin Javobbek musiqa sohasini mukammal egallab, mana hozirgi kunda faxriy akademik dotsent darajasiga yetib oldi. Davlatimiz tomonidan mehnatlari munosib taqdirlanib, Turon Fanlar Akademiyasi akademigi unvoni berilganda shodlik ko'z yoshlarini to'kkanmiz. Diplomi, ko'krak nishonini olib kelib, validai muhtaramamizdan duo olgan paytlarda ko'zlarim yoshga to'ldi. Ko'p o'tmay validai muhtaramamizni olamdan o'tdilar. Taqdirni qarangki, oradan 27 kun o'tib qadrdonim ukajonim ham Allohning o'zi rahmatiga qabul qildi. Javobbek oilamizda mana bir ma'nosida katta bo'ldik. Aramizda iqtidorliroq edi hammamizdan. U hayotini shu musiqaga, shogirdlariga, oilasiga bag'ishlab o'tdi. O'zi uchun yashagan odam emas. Qilgan ishi faqat yaxshilik bo'ldi. Javobbek Gazovda ko'p yaxshi xislatlar bor. Bu qayerda bemor bo'lmasin, o'sha bemorlarni borib ko'rgan tilada albatta yostig'ini orasiga bir qo'lini suqib, bilan bilmaydigan qilib, astagina bir narsani qo'yib, xayrlashib ketaydi. Javobbek ketgandan keyin, yana shu ishini qilibdi deb hamma orqasidan nima qilib qoladi, xursand bo'lib qoladi. Javobbek haqiqatan o'z hayotini shogirdlarga bag'ishladi. Ko'plab shogirdlarga yetkazdi. Ben shogirdlarga darsliklar, o'quv qo'llanmalari qoldirdi o'zidan keyin. Mash'al radio to'lqinlari orqali birinchi qo'shig'i efirga uzatilganda mana shu hovlida tokga yetgandim. Tok. Qo'limda tokkaychi tanani kesishim kerak. Shunchalik ko'nglim tug'yon urdiki, tana qolib barmog'imni kesib tashlaganimni bilmaganman.
Mana haligacha tirnog'imda shuni asorati birinchi qo'shiqdan esdalik bo'lib qoldi. Auzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Javodbek aka rahmatli 40 yildan oshiq biz jo'rachilik, aka-ukachilik qilgan bo'lsak, bu insondan faqat yaxshi narsalarni, yaxshi o'rnakli narsalar ko'rganman. Bu odamdagi bo'lgan qat'iylik, madaniyat, bu odamdagi bo'lgan tarbiya, bu odamdagi bo'lgan o'z ishiga qanaqa bir sodiqligi, bu o'rnak bo'ladigan narsa. Javodbek Kozimov bilan 1975-yildan beri jo'rachilik qilamiz. 1975-yildan beri musiqa sohasiga birga o'rgandik. Birga shu kasbni egalladik. Mana shu hovlida ko'p repetitsiyalar qilganmiz. Javodbek Kozimov bilan Jo'rabek bobo, nanam bizlarga hammalari qiziqib, shu qilaydigan ishlarimizga duo qilib o'tirardilar. 1981-yilda Javodbek mening singlim Nodiraga ko'ngil qo'yib, ular turmush qurishdi. Mana shundan buyon bir joyda qo'shni bo'lib yashaymiz. Nafaqat qarindosh qo'shni bo'lib yashaymiz. Bizning Saxovat mahallamizda Javodbek Kozimovning o'rni umuman boshqacha edi. Qanaqadir tadbirlar, qanaqadir Navro'zda bo'ladigan bayramlarga birinchi o'rinda kelib, o'zini fikri, o'zini qo'shig'i bilan, o'zini xizmati bilan, kam ta'minlanganlarga o'zining yordami bilan juda ham katta yordam tegardi. Afsus, shunday inson oramizda hozir yo'q, lekin u kishining qilgan ishlari qoladi. U kishining qilgan katta bir ishlaridan biri 90-yillarda Panjob madrasasi qoshida yig'ilish o'tkazib, Panjob dastasini ilk g'isht qo'yishida qatnashgan insonlardan va bosh bo'lgan insonlardan bittasi Javod aka. Bu kishi shunchalik jonkuyarlik bilan harakat qilardiki, u kishiga qarab havas bilan qolgan san'atkorlar intilar. Panjob ashula va raqs dastasi xalq unvoniga sazovor bo'lishda Javodbek akamning hissasi juda katta. San'at yo'lashda ishladik, birga xizmat qildik. Birinchi Toshkentga borib yoziladigan zapsimiz Maryam yongan qo'shiqni, Eroni qo'shig'ini Javodbek Kozimov butun O'zbekistonga tarqatdi. Uni biladiganlar bilan Baxtiyor akamiz bor, Nuriddin aka degan insonlar bor. Shuni juda olqishlab, butun O'zbekistondan har oyiga, har kuniga Javodbekka qo'ng'iroq telefon bo'lardi. Javodbek aka, Javodbek Kozimov aka, sizga rahmat. Qo'shiqlar juda mazmunli deb, bundan keyin yana qo'shiqlarni yozishni boshlab, o'z ustida ishlashni boshladi. Shu yerda bir o'tirganimizda Javodbek bilan bizlarning o'rtamizda hech qachon bir qanaqadir bir kelishmovchilik bo'lmagan, lekin tortishuvlar bo'lardi. U ham bo'lsa faqat ish yuzasida. Shu ish borasida bir kun tortishib qoldikda, qandaydir bir kelishmay qolib, xayrlashib ketdik. Ertalab tong sahar 6lardan o'tgan shunaqa paytda rahmatli dadam derazani taqillatib, qarasani so'rab kelishdi deydilar. Yo'nib chiqib qarasam, hovlimizda chorpoyada Javodbek o'tiribdilar. Turib ko'rishib, "Aka, tinchlikmi? O'tirib berdi." O'tirsam, kecha shu kecha uxlolmadim. Nega aka, tinchlikmi desam, kecha men seni sal xafa qilib qo'ydim-ku deb mendan uzr so'rashga kelganlar. Bu bilasizlar, bu qanaqa bir oliyjanoblik, qanaqadir bir madaniyat, qanaqadir bir kamtarinlik, buni o'rganish kerak. Ushbu ko'rsatuvda ishtirok etish men uchun juda og'ir, qiyin. Sababi suyangan tog'im, dadam
yo'ldoshim, mani hayotim, borlig'im. U kishi haqida o'zi gapirishmaganchalik qiyin. Nevaralarim haligacha bobosini so'raydi. Bobong keladilar, bobong biz bilan. Bobong hamisha bizlarni ko'rib turibdilar deb ularga yubotaman. U kishi haqida nima desam, shunchalik yaxshi insonki, har bir inson faqat u kishi haqida yaxshi gaplar gapirib, qancha shogirdlari telefon qilib so'rashadi. Haligacha hech ishongisi kelmaydi ularga ham. Qizlarim, o'g'illarim, bular meni hayotim. U kishi o'tgan bo'lsa ham juda yaxshi iz qoldirib ketdilar. Umrimni oxirigacha bo'ladigan baxt berib ketdilar menga. Men oilada eng kichik farzandman. Bu kichik farzand bo'lish bir tomondan yaxshi ekan. Oilamizda 3 ta akam bor. Akalarim o'rinlari hammasi o'z o'rnida, lekin Javod akam o'rinlari juda boshqacha men uchun. Bu katta judolik bo'ldi men uchun. Akam meni hayotimda juda katta yordam qilgandi. Men qiynalgan paytlarim juda ko'p bo'lgan. Har doim men yonimda bo'lib, pul bilan, shirin so'zlari bilan meni faqat to'g'ri yo'lga ko'rsatganlar. To'g'ri yo'lga yo'llaganlar. Yo'lda kelgancha o'ylab, ko'zimga yosh olib, nima deyishimni topolmadim. Nima deb so'z topolmadim, nima deyishga so'z topolmadim. Sababi dadam joylari jannatda bo'lsin. Ko'p vaqtim dadam bilan o'tgan. To'ylar, marosimlar, rождениyalar, yubileylar hammasiga o'zim mashinada olib keladim dadamni. U kishi yuragimda, qalbimda mudom men bilan birga. Men uchun u kishi tirik. Xayol bilan gaplashib, xayolimda yurgandek xayolimda faqat. Menga dalda berildi. O'zimni tutishga, sabrli bo'lishga kundaydilar. Akam bizlar eng faxrli insonimiz deb hisoblayman. Bu narsa butun qishlog'imiz, butun mahallamiz bu haqda gapiradi. Chunki u kishi hammaga yordam qilganlar, hammani mushkulini oson qilganlar. Qayerda eshitgan bo'lsalar, birov kasal, birov mushkulda qolgan bo'lsa, hammaga yordam qilganlar. Men uchun hozir u kishi haqida gaplashish juda ham qiyin. Hayotim davomida dadamlardan ko'p narsani o'rganganman. Dadamlarga suyanganman. Hayotim davomida boshimga qanday mushkullik tushmasin, dadam bilan bamaslahat yo'l ko'rsatib, to'g'ri yo'l ko'rsatib, mana bu yo'g'ini mana bunday, bu yo'g'ini bunday qilasan deb yo'l ko'rsatib kelganlar. Yo'llar ko'rsatib kelganlar. Turmush o'rtog'im hayotlarini fanga, ishga bag'ishladilar. Ko'proq ertalab sahar ketib, kech kelaydilar. Nevaralar bobojonim keldi, bek bobom deb yugurib chiqqanda, albatta kissalarda bir shirinlik olib kelib, bu Laylaxon, bu Umidaxon deb nevaralarga berib, jonim bocham, bobojonim deb erkalab, ularni shunchalar yaxshi ko'radilarki, haligacha men ularni hali gap bilan ko'ndira olmayapman. Bobosi yo'qligiga ishonmayapti ular. Oilamizda Javod akam san'at yo'lini tanladilar. Bu yo'lda juda ham katta muvaffaqiyatlarga erishdilar, katta yutuqlarga erishdilar. Bu haqda men mahallamizda faxrlanib gapirishga, men
Javobekni singlisiman deyishga judayam g'ururlanib aytaman bu gapni. Lekin Allohning irodasi ekan, u kishini bizlardan olib qo'ydi. Bu narsaga judayam qattiq kuyundik hammamiz, oilamiz. Ayniqsa onajonim judayam yaxshi ko'rardilar akamni. Allohning irodasi ekan, endi yo'q. Afsus. Alloh dadamning joylarini jannatdan qilgan bo'lsin. Iloyim ruhlari shod bo'lsin. Ruhlari bizlarga madadkor bo'lsin. Otajonim bizlardan rozi bo'lgan bo'lsinlar. Javobek Kozimov dunyodan o'tdi degan gap bizni oilamizga, bizga umuman to'g'ri kelmaydi. O'zimizga sig'dira olmayapmiz yuragimizga. Nima uchun deganda har kun bu inson bilan o'tirib, har kun suhbatlashgandan keyin juda bizga og'ir botyapti. Xudo rahmatiga olgan bo'lsin. Buni qolgan umrini mana o'g'li Azizjon qizlariga bersin, o'g'liga bersin. Ajoyib inson edi Javobek Kozimov. Bizning yuragimizda har doim Javobek Kozimov biz bilan qoladi. Xudo rahmatiga olgan bo'lsin. Javobek ajoyib jannatiy yigit dedilar, qalbimizda har doim bo'ladilar, qoladi. Men oilamizdan, shu hududimizdan Javobek Kozimovday o'qimishli, olim, san'atkor, faxriy akademik yetishganimdan, bir ota-onani farzandi bo'lganimdan g'ururlanaman, faxrlanaman. Javobekning hayot tarzi jiyanlarga, o'g'illarga, butun avlodimizga o'rnak bo'ladi. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin, ruhi shod bo'lsin. O'z fikrlarim Javobek to'g'risidagi o'z ichki qalb tuyg'ularimni uning suyib to'lqinlanib o'qiydigan to'rt misra she'ri bilan yakunlamoqchiman. Bu hayot koshonasida ahli suhbat hammamiz, beg'arazlik gulshanida yoru ulfat hammamiz. Bu hayot mehnat tufayli ham badavlat hammamiz. Ko'p yashaylik, tinch omon, sog'u salomat hammamiz. Javobek qalblarimizda umrbod sog' salomat yashaydi. Uning xotirasi barhayot. Meni bolaligim armonli emas, juda chiroyli o'tgan. Bolalikni sog'inmagan inson yo'q. Yaxshi do'stim, qadrdonim G'iyos Boytoyevning yoshlik qaytmaydi degan qo'shig'ini juda mehr bilan eshitaman. O'zim ham joyi kelganda so'rashganda aytaman. Bahor qaytar, kuz ham qaytar, qaytar turnalar. Osmon uzra qo'shig'ini aytar turnalar. Tabiatning har faslida olam tovlanar. Bolalikni sog'inganda ko'ngil tirnalar. Bilib bilmay sochimizga oqlar oralar. Yoshligimiz qaytmas ekan, yoshlik qaytmaydi. Javobek do'stim o'zlari ham ustozlik darajasiga yetishdilar. Mana oliygohda ko'plab shogirdlar yetishtirdilar. Ularda mana marhum xonandamiz, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rustam Hojimamedovni misol qilib aytishimiz mumkin. Men Javobek bilan 1986-yilda tanishganman. Xizmat safari bilan Samarqandga keladigan bo'ldimda, shunda O'zbekiston radiosida ustoz jurnalisti
shoir akamiz Nuriddin aka Aminjonov menga aytdilarki, Samarqandga borsangiz Javodbek degan yigit bor. Mana sizga nomeri. Shu yigitga mani nomimda salom aytib qo'yasiz, dedilar. Javodbekdagi odamgarchilik, insoniylik, rostgo'ylik, haqiqatgo'ylik mani juda bir o'ziga lol qoldirgan. Javodbek bitta narsani rejalashtirsa, albatta shuni oxiriga yetmaguncha qo'ymas edilar. Shu menga ham ijod qiladigan bo'lsalar, eshittirardilar. Biz bir-birimizni akademik, lekin yoshimiz teng. Men ham bu yil 60 ga chiqdim. Javodbek mana 30-oktabrda 60 ga chiqqan bo'lar edilar. Mani Samarqand bilan bog'lagan inson do'stim deb bilaman Javodbek. Javodbek orqali mana Samarqandda ko'plab insonlar bilan tanishdik. Ko'plab insonlar bilan aka-uka bo'ldik. Bunga misol qilib Ramish akam, Murodjon, Jafar, Nosirjon, Botirjon, O'lmasjon, O'ktam akam Yahyoyev, Hoji akam, Hoji Qurbon akam, Xoliflarni misol keltirishim mumkin. Menga hozir Javodbek haqida gapiradigan bo'lsam, juda u insonni yaxshi xususiyatlarini men juda ko'p bilganman. Bevaqt o'lim oramizdan olib ketdi. Joylari jannatda bo'lsin. Men ularni xonadonlariga, oilalariga sabr toqat tilayman. Ayollari Nodiraxonga va farzandlari, akalari, singillariga hammasiga sabr toqat tilayman, chidam tilayman. Ilohim joylari jannatda bo'lsin. Lekin ular yaratib ketgan asarlar, qo'shiqlar, kuylar bir umr efir orqali yangrab boradi, o'z muxlislariga yetkazib boriladi. Ilohim do'stimni joylari jannatda bo'lsin. Javodbek Kozimov haqida soatlab gapirsa bo'ladi. Lekin Javodbek haqida o'tgan zamonda, o'tgan davrda gapirish men uchun juda ham og'ir. Alloh insonga qanday yaxshi fazilatlar bergan bo'lsa, shu yaxshi fazilatlarning hammasi Javodbekda mujassam edi. Javodbek qadrdon do'st, mehribon ota, jonkuyar ustoz. Birorta insondan Javodbek haqida bir salbiy gap eshitganim yo'q. Kimdan so'rasak ham Javodbek kim edi deb juda yaxshi, juda bir iliq so'zlar bilan eslashadi. Javodbek hayotida juda ham katta ishlar qilib ketdi. Bunga juda ham ko'p misollar keltirishim mumkin. Shu xor san'atini, ko'p ovozli xor san'atini viloyatda Javodbek Kozimov talabalardan, o'qituvchilardan katta bir xor jamoasi tuzib bitirgan yigit-qizlardan katta bir xor jamoasi tuzib ko'p ovozli asarlar ijro etishdi. Respublikada eng kuchli xor jamoasi deb tan olindi Javodbek Kozimovni shu xor jamoasi. Bundan tashqari Javodbekni xor jamoalar uchun yaratgan asarlarini ko'pdan ko'p jamoalar ijro etishdi. Bu Toshkentda deymizmi, Toshkentdagi xor jamoalari. Qolaversa yana bir misol Navoiy davlat universitetining xor jamoasi
Javobek Kozimovning asarini ijro etib, nufuzli ikkinchi o'rinni egalladi respublikada. Bundan tashqari Javobek o'zi ajoyib bir qo'shiqchi ham edi. Uni chiroyli, odamni ko'ngliga, qalbiga yoqadigan chiroyli ovozi bor edi. Bariton ovoz deymiz. O'zi bastalagan qo'shiqlarini o'zi aranjirovka qilib, sayqal berib, o'zi ijro etib, disklari chiqqan, nevaralari, farzandlari esidan chiqarmasdan, xalqimiz esidan chiqarmay, qo'shiqlari yangrab, do'stlarini yodidan chiqmay, do'stlari yodlab, eslab turib yursak, men o'ylaymanki, Javobek Kozimov har doim biz bilan bizning ko'nglimizda. Nima uchun deganda, bunaqa insonni unutib bo'lmaydi. Men uchun har doim tirik Javobek Kozimov Gajonim. Har doim ko'nglimda tirik. Javobekni men 75-yillardan beri bilaman. O'shanda biz 3-kursda o'qiymiz. Ular endi san'at, musiqa bilim yurti deyiladi o'sha paytda. O'sha musiqa bilim yurtiga o'qishga kirgandan beri hozirgi kunga qadar, to Javobek Kozimov o'tguniga qadar hammaslak ijodda fikrimiz bir joyda. Hayotiy ayrim bir holatlarda nimadir qilmoqchi bo'lsak, bir-birimiz bilan fikrlashadigan shunaqa maslakdosh insonlar edi. Javobek haqida soatlab gapirsa arziydi. Chunki shunaqa ajoyib inson edi. Javobekni tanishim 80-yillarga to'g'ri keladi. U juda tarbiya ko'rgan, oqil, madaniyatli, keyin qolaversa iste'dodli yigit edi. Rahmatli Javobek men uchun juda qadrli inson. Men hozirgacha hali tushunib kelmaydi, ko'nglimdan chiqara olmayman yo'q. Shunchalik hurmat qilaman bu odam. 81-yildan buyon onasi bilan birga ekan, hali 20 yil birga xalq xizmatida bo'ldik, birga yurdik, birga turdik, birga chiqdik, kirdik. Oilamizning hurmati ayniqsa onam juda ham hurmat qilardi. 1992-yil 1997-yillargacha 5 yil Pedinsk musiqa fakultetida birgalikka ijod qilib, birgalikka yoshlarga dars berib, Alloh rahmat qilsin, do'stim Javobek bilan birga ishlaganmiz. Juda yaqin edik. Juda ko'p tadbirlarda, juda ko'p yig'ilishlarda, juda ko'p konsertlarda birgalikda maslahat qilib, birgalikda chiqishlar qilganmiz. Alloh rahmat qilsin. Ustozim Javobek Kozimov haqida xotirlab gapirish bu juda ham, to'g'risini aytsam, qiyin. Men uchun bu mushkul hozirgi vaziyatda. Chunki men u insonni yonlarida o'lib o'sdim. Chunki biz o'sha mahallada bir qo'shni bo'lib turardik. Bu inson yoshligimdan meni o'zlarini bir qanaqadir, ya'ni shu odamga o'xshashligi harakat qilib katta bo'lgan desam ham men buni adashmayman. Men Javobek Kozimov bilan 1979-yildan beri tanishmiz, aka-ukamiz, birga ijod qilganmiz. Bu kishining ijodlaridan juda faxrlanardik. Bu kishini yaratgan asarlari, yaratgan qo'shiqlari juda respublikamiz bo'yicha yangrab kelmoqda. Albatta Javod akam haqlarida gapirsak
qancha gapirsak, qancha ko'p gapirsak shuncha ozdir deb o'ylayman. Albatta bu qayg'uli o'lim oramizdan shunaqa insonni olib ketdi. Man judayam bizlar san'atkorlar judayam chuqur qayg'uda bizlar. Shaxsan o'zim Jod akamni judayam yaxshi ko'rardim man. Avvalambor Jod akam yaxshi bir oilaparvar inson, oilalarni yaxshi ko'rayotgan inson. Man Jod akam haqida agar shunday konsertlarni mana birgalikda o'tkazganimizda eslab nima qilaman. Lekin bitta narsaki, avvalambor mana Jod akam bir yaxshi ustoz, yaxshi murabbiy. Mana shu yoshlarimizda uni o'sishiga o'zlarini qanchadan qancha hissalarni qo'shgan inson deb bilaman. Albatta mana shu qanchadan qancha qo'shiqlar yaratgan ijodiy faoliyatini 86-87 yillardan to 2000-yilgacha davom ettirgan bo'lsa, mana shu yillar davomida 20 ga yaqin vokal, estrada xonandaligi bo'yicha qo'shiqlar yaratdi. Samarqand viloyati san'atkorlari o'rtasidagi do'stlik rishtalarini bog'lovchi bir ko'prik edi, darakchi edi. Hamma san'atkor yaxshi tanirdi. San'atkorning yaxshi kuni bo'ladimi, yomon kuni bo'ladimi, hammasidan xabardor, hammani ogoh qilib turadigan inson edi. Zarafshon doirashlar ansamblida ishlashni boshlaganimdan 2008-yildan tadbirlar uyushtirishi, ya'ni o'sha ansamblda ishlab rahbar bo'lib boshladim. Shunda shu inson har bitta konsertimizni rahbari, badiiy rahbari, rejissyori, maslahatchisi nima bo'lsa, bu odam doimo Zarafshon doirashlari orqasida tog'dek turganlar. Ustozim, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist G'iyos Boytoyevning onasi bor odamlar hech qachon qarimaydi degan qo'shig'i bor edi. O'sha qo'shiq chiqqanda o'sha birinchilardan bo'lib yodlab shu Samarqandda o'zim aytganman-da. U kishi o'ylab berardi, Jahongir, bu sizni qo'shig'ingiz. Yo'q, bu ustozimizning qo'shig'i deb o'sha qo'shiqqa o'zi juda mehr qo'ygan edi. Avvalambor birinchi o'rinda bir yaxshi inson, san'atkor sifatida, bastakor. Chunki bir 40 dan ortiq musiqalar, mana 40 dan ortiq qo'shiqlar yaratgan o'zlari. Mana 10 dan ortiq dastalar shunaqa yaratganlarki, o'sha qo'shiqchilik san'ati xor bo'ladimi, boshqa narsa bo'ladimi, o'shalarni mana samarqandlik barcha yoshlarimizni o'sha respublika miqyosida konkurslarga olib chiqilib, o'sha oliy o'rinlarni, birinchi o'rinlarni o'sha yerda zabt etib kelganlar. 89-yili menga shunday bir xabar keldiki, Kamolot 89 respublika yosh ijodkor, ya'ni bastakor xonandalarning ko'rik tanlovi e'lon qilindi. Kamolot 89da Javodbek Kozimov muhabbat kuychisi deb O'rta Osiyo respublikalari ichida birinchi bo'lib nom qozongan Javodbek Kozimov bo'lgan edi. Ashulasining ismi Muhabbat ashulasini juda shunday shovqin bilan, juda qattiq hayajon bilan tomoshabinlar qabul qilgandi o'shanda. Ana shundan Javodbek Kozimov birinchi bo'lib O'zbekistonda muhabbat kuychisi degan darajaga ega bo'lgan. Ko'plab, minglab insonlarning qalbida, yuragida doimo yashaydigan yigit. Hamisha bizni qalbimizda
do'stlarini qalbida yashaydi deb o'ylayman. Javobek endi uni Javobek bo'lsa, men Said javobman. Biza bir-birini oddashib chaqiradi. Qayerdan oddash. Bu odamni shunaqa inson to'liq ishonadigan, to'liq suyanadigan inson. Bu haqiqiy do'st bundan ziyod bundan ortiq bo'lmasa kerak. Yaxshi kuningizda ham, yomon kuningizda ham shu yonboshida kelib yoningizda turadigan inson. Men bu inson xotirasi umuman ko'nglimdan chiqmaydi. Men uchun bu odam o'lgan emas. Tirik, hamma tirik. Xudo Allohga rahmat qilgan bo'lsin. Do'stimni qanchalik daraja hurmat qilishim, qanchalik darajada ko'nglimda u insonni borligi bu mana tepadan o'zi qarab turibdi. Shu bilan bog'liq men masalan gap bilan buni ayta olmayman, buni faqat yuragim bilan his qilaman. Bu inson 60 yoshga kirib agar dunyoni tark etgani bilan, lekin odamlar bor 100 yil yashaydi, lekin nimadir qoldira olmaydi. Bu tabiiy qonun. Lekin bu odam 60 yil ichiga menimcha 120 yillik shu tarix qoldirib ketdi. Bu o'zini yo'li bor edi, maktabi bor edi. Bu odamni bir hozirgi xotirlab gapirish, men to'g'risini aytaman, bu juda ham qiyin. Bu inson hali qilayotgan ishlari juda ham ko'p edi. Bizlar o'xshagan shogirdlar hali ko'p narsaga da'vat qilishlari kerak edi. Bu yo'qotish hali qilay desam, hozirgacha ishonish qiyin. O'tirib Javobekni xotirasi uchun bir narsa yozishga harakat qildim. Ruxsat bersalar, mana shuni bahol qidirib o'qib bersam. Bu she'rimni Armon deb atadim. Armon. Vatanga xizmat qilmoqlik mening uchun burch dedi. Sodiq do'st, yaxshi shogird, fidoi inson edi. O'z dardini unutib, do'stlarin g'amin yedi. Vatan deya kuylagan Javod Kozim bugun yo'q. Sen mening vatanimsan degan shiori qoldi. Onajonlar assalom deb aytgan ashhori qoldi. Buni ko'rgilik deya yig'lab do'stlari qoldi. Barchamiz g'amga toldik. Javod Kozim bugun yo'q. Bir qo'shiq kuyladi yonib, nomi davo qilmading. Dardga shuncha bo'shmiding, yo nazarga ilmading. Qo'shiqlaring qoldi dilda, ruhing qoldi, o'lmading. O'lmaganday afsus yonda Javod Kozim bugun yo'q. Ijod gulshanida porlab ko'p nomalar qoldirdi. Davralarda so'zlab gulgun qalb daftarin to'ldirdi. Armon bilan farzandlarin tetik dilin so'ldirdi. Alloh rahmatiga olsin. Javod Kozim bugun yo'q. Garchi bugun Javod Kozim yonimizda bo'lmasa-da, u hamisha biz bilan. Javobek hamisha bizning qalbimizda va hamisha biz bilan birga. Odam hayotda bir yaqin insonini, do'stini agar yo'qotsa, juda tushkunlikka tushib qolar ekan. Shuning uchun hali yaqinlariga, oila a'zolariga, farzandlariga chuqur ta'ziya bildiraman. Ularga hamdardlik bildiraman. Qolgan umrlarini qizlari, o'g'li, nevaralariga bergan bo'lsin. Shu odamni ro'yxotini hamma vaqt hammamizni ham shu qo'llab-quvvatlasin, ruhi poklari, joylari jannatda bo'lsin. Bunaqa insonlarni hech qachon yoddan chiqarib bo'lmaydi. Umrbod qalbimizda, do'stimizni ana joylari jannatda bo'lgani rost bo'lsin. Ana shuni ruhlari hozir, hamma vaqt ruhlari hozir, inson
hayot paytida masalan buni bilmaymiz, lekin ruh baribir shod bo'lib yuradi. Mana shunaqa tilga olsa, bir ikki og'iz duo fotiha qilsa, ruhlari shod bo'ladi. Ilohim hamma ruhlari shod bo'lgan bo'lsin. Ustozimga Alloh rahmat qilsin, makonlari obod bo'lsin. Oila a'zolariga sabr bersin. Yangamga Xudo sabr bersin. U inson doimo bizlar yuragimizda mangu yashaydilar. Zarafshon doirachilar dastasi Javodbek Kozimovni hech qachon unutmaydi. Bu odam doimo bizlar qalbimizda, doimo bizlar yonimizda. Javodbek akamni ruhi arvohlari shod bo'lsin. Ilohim, Javodbek akam bizni yuragimizda abadul abad yashaydilar. Chunki har bir san'atkor xonadonda chunki Javodbek akamni bilmaydigan inson yo'q. Ruhlari shod bo'lsin, joylari jannatdan bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. Yaratgan asarlarida g'urur bor edi. Qanday salobat bor. Xuddi o'ziga o'xshagan ko'rkam salobatli qo'shiqlar yaratardi. Shu bitta qo'shig'ini men ozgina harga qilib beraman. Qadim mozi beshigi, abadiyat eshigi, mangu yosh chamanimsan, sen mening vatanimsan. Qadimsan tog'lar kabi, yashnaysan bog'lar kabi, ko'z ochib ko'rganimsan, sen mening vatanimsan. Go'zal O'zbekistonsan, tarix uzra so'ronsan, ham jonim ham tanimsan, sen mening vatanimsan. Go'zal O'zbekistonsan, tarix uzra so'ronsan, ham jonim ham tanimsan, sen mening vatanimsan. Odamzod dardi bedavo bir dardga chalingan bo'lsa, odatda shunday bo'ladi. Avvaliga xastalikning arzimas belgilari namoyon bo'ladi. Bemor ularga e'tibor bermaydi. Keyin bu belgilar takror uchrayveradi va bora bo'linmaydigan bitta yaxlit dardga aylanadi. Dard kuchaygandan kuchayadi va bemor biror tadorikni ko'rib ulgurmay anglaydiki, u oddiy xastalik deb qabul qilgan narsa uning uchun dunyodagi eng muhim narsa ekan. Yana bir kun yashang iltimos. Sizni ko'rib ko'zlarim to'ysin. Yashang kulib, yashang quvonib. Sizni ko'rib ko'zlarim kulsin. Yana bir kun yashang iltimos. Men yoningizda borib o'ltiray. Yana bir kun yashashingiz uchun o'zim sizga jonimni beray. Yana bir kun yashang iltimos. Balkim shunda ko'nglim to'ladi. Orzularim ushalib balkim armonlarim xazon bo'ladi. Yana bir kun yashang iltimos. Xastalik ham mag'lub bo'ladi. Uchmas qo'ygan har bir izingiz avlodlarga o'rnak bo'ladi. Yana bir kun yashang iltimos. Yana bir kun yashang iltimos.